Kimligingizni uyingizda biling. Kimligingizni televizorda oldida qolganingizda, telefoningiz bilan qolganingizda shunda biling kimligingizni. Muhabbatni belgilari. Allohga oshiq banda, Allohga haqiqatan qalbida muhabbati bor banda ozgina gunohini ham ko'p deb biladi. Ko'p savobini ozgina deb biladi. Shunaqamisiz? Yana bitta belgisi, toatni o'ziga lozim tutadi, ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yana belgisi, borlig'ini mahbubga beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qo'shin tayyorlashlik uchun infoq qilinglar dedilar. Pul olib kelinglar, qo'shinni jihozlagani. Shunda Abu Bakr Siddiq hamma pulini olib keldi. U kishiga aytilinmaganida hamma pulini olib keldi. Bir qismini olib kelsa bo'lar edi. Abu Bakr, uyingizga ham biror narsa qoldirib keldingizmi deganida, ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim. Hamma pulini olib kelgan. Nimani qoldirib keldingiz dedi? Uyga Alloh va Rasulining roziligini, muhabbatini qoldirib keldim dedi.